Yo, so'ng'achilar, sizlar bilan har doimgidek men Emercraft. Bugungi videoda Minecraft Safir sborkaning 5-qismini olamiz, kanalimizni boshladik. Tak bolalar, karosi o'tgan qismda adashmasam men qurol yasagandim. Qayergadir qurolni qo'ygandim men. Hammaga qurol qo'yilgan. Undan tashqari temir miner, keyin blaze topdim, blaze roid topdim. Blazening tayoqchasi aniqrog'i, o'zbekchasiga shunaqa. Undan qatdan topding deganlar uchun men bundan oldingi qismda more struktura modini o'chirib tashlagandim. Ya'ni o'sha qasr yo'q bo'lib ketgan. Nochidagi narsalar qolgan ekan va menda blaze tayoqchasi ham qolgan ekan. Sunduklarning qaysidir bir ichkaridagi sunduklar tasib turgan ekan. Blaze roidni o'sha qasrning ichidan olgandim men. Qandaydir zombilar, ichida ko'p zombilar bo'lgan, spawnerlar bo'lgan, qasrning ichidan olgandim. Va shu qasrning ichida blaze roid bor edi va men uni olgandim. O'sha vaqtda menga kerak bo'ladi deb o'ylagandim, rostdan kerak bo'lagan, chunki men o'tgan qismda aytib o'tgandim, anoda jetpack yasash uchun blaze roid kerak deb. Shu jetpack uchun albatta bizga blaze roid kerak va blaze roidni bizda bo'lganligi uchun endi uncha muammo problema emas. Bugungi qismda imkon bo'lsa portaldan ham o'tamiz. Imkonini qila olsak portaldan o'tib olamiz. Xo'sh, birinchi navbatda bu va bu. Taki bolalar, короче, biz birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Albatta kirka yasashimiz kerak. Tez orada ikkinchi mexanizmni ham yasayman va tepaga mexanizmlarda xudo xolisa bu qismda mexanizmlarni hammasini to'ldirib tashlaymiz. Hamma mexanizmni yasab tashlaymiz. Shunga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz asosiysi, eng asosiy ishimiz, ya'ni diamondli kirka yasash. 3 dona diamond kerak bizga. 3 dona diamond olamiz. 2 dona cho'p olamiz. 2 dona cho'pimiz va birinchi diamondli kirkamizni, yo'q, bir nechanchi diamondli kirkamizni yasab olamiz. Va bizda diamondli kirka bor. Endi biz lava topishimiz kerak. Uning uchun bizga paqir ham kerak. Kakras o'zi 3 dona ekan. 3 donani olamiz va bundan paqir yasab olamiz. Mana bolalar, jetpackni ko'rinish qanaqa bo'ladi deb bitta obunachimiz kommentariyada so'rabdi. Mana jetpack. Tez orada men Telegram kanal ochaman va Telegram kanalga xuddi shu modlarni tashlab qo'yaman. Bemalol yuklab maza qilib Safir o'ynashlaring mumkin. Va bizga paqir kerak edi. Paqirni olamiz. Xo'sh. Endi lavani qatdan topamiz? Lavani albatta kondan topamiz, lekin men hali kon yasamaganman. Yo, yasagan bo'lsam ham esimdan chiqib ketgan, chunki videoni olib boshlaganimdan beri menimcha 1 oy o'tib ketdi. Hattoga 5-qismga keldim, lekin 1 oy bo'lib qo'ydi, 1 oydan ziyod vaqt o'tgan bo'lishi mumkin. Tak. Qanaqa joy edi bu? Qishloqqa kelib qoldimmi men? Qishloqda emasman. Qandaydir uy-joyga kelib qoldim. Men eshitishim bo'yicha shu uchantaydan unaqa bo'lasida bor ekan, qoyil.
rostdan bor ekan bo'ldi. O't villager va zombi villager bularning ichida nima bo'ladi? Oltin bo'lakchalari. Ha, buni zombiga olsam tiriladi-da. Voch nima qilamiz demasan? Qo'limga olmani olayim-da. Qandaydir menga kuchsiz yoki bilmadim endi bu qanaqa efekt. Agar bu aylansa bo'lsa, jiperlardan normalmi? Chunki menda emerald juda ham ko'p. Ama bu fazla bir şey. Bola karosi meni zombi urib tashlaganligi uchun, o'yin ozgina qotib zombi urib tashlaganligi uchun uyga qaytdim va men boshqa bir yotoqqa bosganligim uchun meni shu yerdan spam qildi va tepada kuchaytirilgan zombi oti nima deydi? Bir narsa zombida xolos. Hozir oti esimdan chiqib ketdi va uydaman men boshqa yo'lni o'ylab ko'rdim, ya'ni tikka pastga qazish. Shu yo'l menga sal qulayroq bo'lagan, agar o'lib ketgan taqdirimda ham suvchani olib qo'yib qo'ysam, mana bu mana shu bo'laverdi. Undan keyin o'yinda qochishni ham sal to'g'rilab qo'ydim. Juda ham baland chank bilan o'ynayapman ekan. Chankiga oxirgi marta qaraganimda 2 bo'lib turdi, shu men hali ham 2 bo'lib turibdi deb o'ylabman men. Va uni orada ko'targanim esimdan chiqib ketibdi. Undan tashqari Safirning oxirgi qismida men o'zim tanishlarim bilan o'ynagan, tanish-bilishlar bilan o'ynagan boshqa bir serverimni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Unda ham xuddi shu Safirda o'ynaganman, faqat unda orolda o'ynaganmiz. Ancha kuchayib ketganmiz unda. Umuman sizlar uchun tezlashtirilgan kadr men uchun bir yarim soatlik yo'l bosib o'tgani ketdi bo'lmasa.
Tushib olish problemacha bo'lmadi-ku, lekin ancha vaqt sarfladim. Atiga 1,5 minut bo'lsa ham. No. Hammer bilan hammer bilan ishlayman, ya'ni 3 kuch sindiradi-ku. Safirga Java Safirga men hammer modini qo'shganligim uchun Java anchadan beri Java o'ynayapman. Bedrock o'ynamagan paytlarim Java o'ynab turaman men. Unda hammer bo'ladi, ya'ni 3 kuch sindiradigan kirka. O'sha kirka bilan foydalanganim uchun qandaydir bu hozir juda ham sekin, juda ham kichkina, juda ham tordek tuyuldi. No, endi sal o'yinda ovozini ko'tarishga majburmiz, chunki biz Lavan ovozini eshitishimiz kerak. Yorug'lik va issiqlik manbai oqib kelmoqda. What the hell? What the hell? Xem on side boleh. On side kan dengan 9 tiap. Okey. Jangan yang dengan yang. İki maçın vakti geçiyor. Mesela galiba uzun dağlar var. Kripton doğru. İkincisi de başka başka boleh. İkincisi boşu. Yani ikincisi de kripton boleh ve kripton ortadan. Yani gidelim la böyle. Ye kan on side. Biz de olmaz diye bir falan diyorum. Olmaz. Olmaz diye bir şey yapalım. Suka balik. Dalam itu orang ada sih. Dari pada pasang kita yang ada di sana pegang. Normalnya kita pasang. Apa ini boleh aja. Terus. Oh masih cuma mata ya, bocor aja. Tahu nggak? Cuma mata masih bulan. Cuma masih cuma bulan. Ya, belum jangan saya lihat. What? Kan masih klub yang ada dalam itu. Yang harus belok fan belok. Hasilnya semakin tidak tinggal lagi. Lagi dalam masih tidak tinggal lagi. Ayo minta oleh sudah nggak boleh. Jangan ada aku habis tutup dan main all day let's go. Ya tutup. Babalan kita boleh asyam masuk sebelah. Olmak yine şu derecede yüzü geldi. Ye, hayır. Olmak seni kazanma biraz. Şu derecede yüzü görsen seni kazanma. Hadi şu 3 tane alış şunca problem olsa. Ye, bro, bak savaş 5 minut bakacağız. Böyle bak. Şu oldu.
Biz karosini nima tashyordiz deganlar uchun albatta bu juda ham ezib yubordi odamni. Onasini ham 10 tagina obsidian uchun shuncha marta o'ldim men. Onasini ham necha marta o'ldim men. 1 2 3 4 5 marta. What the hell? 5 marta ham bo'lishi mumkinmi? 10 tagina obsidian uchun 5 marta o'ldim. Bu degani har ikkitada o'laverdim. Shunaqa qilib ezib yuborganligi uchun men oxirida rosta qo'yib berdim. Va hozirda menda 10 taklifim bor. Portal quraman dedim. Portal qurishni niyat qildim va portalni mana qurmoqdaman уже. Qurishni boshlab yubordim mana. Mana. Albatta bu hazil. Lekin bab quraman. Bo'lmasa shuncha narsani nimaga olib chiqdim? Bo'lmasam qurishim kerak. Bu yerga bitta. Bu yerga bitta. Ikkita. 3ta, 4ta, 5ta. Gravelam yo'q. Qoyilay chuk tashaverdim uni. Ya bo'ldi ya, uni mana yoqdan olaveramiz. Xullas karozni men tezakchilik kadrlarni hisobga oladigan bo'lsak, juda ko'p bo'lmadi-ki, no. Lekin o'sha portal qurildi, aytildi va qurildi u. Demak, portal mexanizmi yaxshi. Bu nima edi deganlar uchun portal o'z-o'ziga qurildi-ku. Aytildi va qurildi bo'ldi hozir. Karosi albatta hazil o'zi. Va va portal qurdim. Menga qizil yo'q uncha shart emas. Agar kimdir men bilan qo'shilib o'ynamoqchi bo'lsa, albatta kommentariy yozib ketsin. Men o'qiyman kommentlarni, deyarli hamma kommentni o'qiyman men. 99% komment o'qib, xohlasanlar agar o'ynayman deb yozsalaring, atvet ham qilaman. Nikimni ham tashlab beraman men, ID'imni xohlasanlar. Xohlasanlar Telegramdan yozinglar. Yo Telegram hali yo'q-ku, no tez orada ochaman. Bu video chiqqandan keyin 2-3 kundan keyin men Telegram kanal ochaman va Telegram kanalga o'tib podpis osib qo'yasizlar. Men uni kelasi qismda aytaman. Telegram kanalimda linkini hammasini kelasi qismda aytaman. Xo'sh, bu qismda aytilgan birinchi maqsadimizga erishdik va ikkinchi maqsadimizga hali ozgina bor. Ya'ni erisha olmadik ikkinchi maqsadimizga. Ikkinchi maqsadga erishish uchun alohida narsalar kerak. Ya'ni birinchi navbatda mana bu narsa kerak. Bu uncha problema narsa emas. Tak, ikkinchisi esa mana bu narsa kerak. Bizga. Bu narsa ham uncha problema emas. Demak, hozir qilib ko'ramiz. Yasab ko'ramiz shundan. Buni eritamiz. Uning uchun bu kerak. Xo'sh, bunga o'z ko'mir ko'p ekan buni. Mayli masala. Joylaymiz. Hozir bizga ozgina temir va aniqroq oltin erigandan so'ng bizga keragicha, ya'ni 5 ta oltin erigandan so'ng video yana davom etadi. Let's go. Bu ham tezashligini kadr bo'ladi, albatta buni ham kuzatinglar.
Va nihoyat tugadi. Уже mana 5 ta bo'ldi, 9 ta bo'ldi. Bitta blok yasashga yetadi. Afsuski bizga 2 ta blok kerak edi. Hozircha bittasini yasab olamiz, ikkinchisini keyinroq yasaymiz. Ya'ni keyinroq deganda, уже qolganlari pishgandan keyin yasaymiz. Bizga keldi. Ya bu shart emas. Hozir endi temir blok kerak bizga. Temir blokni ham yasab oldik va endi bizga kerak bo'ladigan narsa suvning kabeli. Bizda nimalarning kabeli bor? Gazning, tokning va suvning kabeli bor. Suvning kabeli qanday yasaladi? Bitta copper va bitta gold. Ya'ni copper bor. Oltin ham bor. Biz birinchi navbatda kabellarni yasaymiz. Suvning kabeli kerak bizga albatta. Endi buni ham yasab olamiz va ikkinchisi uchun yana temir kerak. Adashmasam. 4 ta temir blok kerak edi. 4 ta temir blok yasaymiz. Endi bizga paqir va kerak. Ungacha biz paqirni yasab turamiz va bitta oltin kerak. Buni olamiz, redstone ham olamiz va endi biz o'sha kutilgan mana bunaqa narsani bizga yana anaqa kerak ekan, lapis va biz yana lapis olamiz. Va buni blokka aylantirib olamiz. Endi redstone chiqmay qoldi. Redstone ham olamiz. Va ikkinchisi ham tayyor уже. Endi kabel 24 ta bor ekan kabel. Bizga kerak bo'lgan oxirgi narsani yasaymiz. Bular barchasi tezlashadigan kadrda bo'ladi.
Xullas obunachilar, shu bilan boyagi aytilgan miner ham yasadim. Tilim se bilan chiqib ketib qoldi. O'sha minerni yasadim va u sekinasa ishlab boshladi menimcha. Yo'q, hali quyosh negadir yetarli darajada quvvat bermayapti ularga. Chunki atrofida mana boberlar xalaqit beryapti. Buning bunaqasi terisini berdi. Hozir mana qora rangga kiradi. Qora rangga ham kirdi va mana bu yerdan hozir bizga kerakli narsani beradi. Bundan o'sha narsa chiqadi. Uni adashmasa plastik edi. Bundan plastik beradi va u plastikni ikkitalik katta plastik qilsa, nether miner qursa bo'ladi. Ya'ni netherite portalda beriladigan barcha narsani beradigan miner qursa bo'ladi. Xo'sh, uni chiqishini kuzatamiz. Va mana bolalar o'sha aytilgan narsani ham chiqardi. Bu mana plastik bu. Plastik, mana plastikdan plastikning ikki qavatidan, ya'ni qattiq plastik yordamida shu qandaydir craftda shu plastik ishlatiladi karos. Endi nether minerga ham o'tsa bo'ladi. Xudo xolasa kelasi qismda nether miner taxt bo'ladi. Xo'sh. Xullas obunachilar, shu bilan